Bugun ijtimoiy tarmoqlarni to'ldirgan va O'zbekiston uchun qisman g'ayrioddiy xabar bo'lgan lavha bilan davom etmoqchimiz. Gap shundaki, ma'lumotlarga ko'ra, yarim asr avval kosmosga uchirilgan apparat yerga qulamoqda va uni O'zbekistonga tushish ehtimoli ham yo'q emas. Tafsilotlar Shahzod Abdullayev lavhasida. Vahima ko'tarmoqchi emasmiz-ku, lekin 53 yil oldin Venera 8 missiyasi doirasida uchirilgan Kosmos 482 sayyoralararo kosmik apparati yerga qaytyapti. Aniqrog'i qulamoqda. Uni sayyoramizga kelib tushishi mumkin bo'lgan manzillar qatorida kichik ehtimolda bo'lsa ham O'zbekiston bor. Ehtimol juda past, hisob-kitob qildik. 0.3 dan 0.5% gacha. Hozir aniq aytsa bo'lmaydi, qayerga qulaydi. Qaysi kunni ham aytish qiyin. Mana 10-may desak, plus minus 26 soat chiqadi. Shundan 9-11 may davomimiz. O'zbekiston ustidan qulab ketadigan paytda 3-4 marta uchib o'tadi O'zbekiston. Boshqa joylardan undan ko'p o'tadi. O'zbekiston usti atmosferadan kirayotgan bo'lsa, ko'rsa bo'ladi. Juda yorqin voqea. Uzoqdan ko'rinadi, chunki tezligi 28,000 soat atrofida bo'ladi. Shu tezlikda atmosfera bilan to'qnashganda apparat yonib ketadi. Uzoqdan ko'rinadi. Kosmik apparatning qayerga tushish borasidagi aniq ma'lumotlarni keltirish biroz vaqt talab qiladi. U hozirda kadrlardagi kabi yer atrofida aylanib uchmoqda. Infografikada ko'rsatilgan hududlar esa Kosmos 482 ni qulash. Bugun ijtimoiy tarmoqlarni to'ldirgan va O'zbekiston uchun qisman g'ayrioddiy xabar bo'lgan lavha bilan davom etmoqchimiz. Gap shundaki, ma'lumotlarga ko'ra, yarim asr avval kosmosga uchirilgan apparat yerga qulamoqda va uni O'zbekistonga tushish ehtimoli ham yo'q emas. Tafsilotlar Shahzod Abdullayev lavhasida. Vahima ko'tarmoqchi emasmiz-ku, lekin 53 yil oldin Venera 8 missiyasi doirasida uchirilgan Kosmos 482 sayyoralararo kosmik apparati yerga qaytyapti. Aniqrog'i qulamoqda. Uni sayyoramizga kelib tushishi mumkin bo'lgan manzillar qatorida kichik ehtimolda bo'lsa ham O'zbekiston bor. Ehtimol juda past, hisob-kitob qildik. 0.3 dan 0.5% gacha. Hozir aniq aytsa bo'lmaydi, qayerga qulaydi. Qaysi kunni ham aytish qiyin. Mana 10-may desak, plus minus 26 soat chiqadi. Shundan 9-11 may davomimiz. O'zbekiston ustidan qulab ketadigan paytda 3-4 marta uchib o'tadi O'zbekiston. Boshqa joylardan undan ko'p o'tadi. O'zbekiston usti atmosferadan kirayotgan bo'lsa, ko'rsa bo'ladi. Juda yorqin voqea. Uzoqdan ko'rinadi, chunki tezligi 28,000 soat atrofida bo'ladi. Shu tezlikda atmosfera bilan to'qnashganda apparat yonib ketadi. Uzoqdan ko'rinadi. Kosmik apparatning qayerga tushish borasidagi aniq ma'lumotlarni keltirish biroz vaqt talab qiladi. U hozirda kadrlardagi kabi yer atrofida aylanib uchmoqda. Infografikada ko'rsatilgan hududlar esa Kosmos 482 ni qulash